Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Men taniganlar barchalaringga mana xudo olsa noyabr oyida turibmiz 2025-yilda. Men ko'pchilik meni taniganlar biladi. Bu meni kichkina bizneschalarim ham bor. Undan tashqari davlat ishida ham ishlayman. Ko'pchilik so'raydi: "Aka, har xil mashinalarni minib yurasiz. Siz o'zi shu medkollejda o'qigan bo'lsangiz, bitta tez yordamda feldsher bo'lsangiz, bu bo'sh paytlarda nima ish qilasiz?" deydi. Bu savolga javob bermoqchi emas edim, o'ylab qarasam, qiziqqanlar uchun hali hayotimga qiziqma, o'zingnikidan zerikib qolasan degan hali bir shiorim bor-da. Mayli, endi shu qiziqqanlar uchun shu video qilishga qaror qildim. Men bo'sh paytlarimda tez yordamdan feldsher bo'lib ishlayman. Bo'sh paytlarimda mashina oldi sotdi bilan shug'ullanaman. Keyin chorvachilik bilan shug'ullanaman. Keyin bog'dorchilik bilan shug'ullanaman. Hozir mana bugun yakshanba, dam olish kuni. Tursunali Nodirbek Niholi fermer xo'jaligini ham rahbariman. Hozir menda o'zimda yaqin 30 gektardan oshiq bog' bor. Kuzgi o'g'itlash ishlarini ham qilganman. Chorvamizga jicha o't ham ekkanman. Keyin yangi navli gilos chiqqan ekan, giloslarni ham ekkanman. Shu videoda shu giloslarimni, ekkan o'tlarimni, shu o'zimizning bog'imizda bo'layotgan ishlarni bir qator ko'rsatib o'taman. Shu videoning orasida keyin bitta arzonchi Nexia 3 avtomashinasini ham reklamaga qo'yib o'tib ketaman. Kimga qiziq bo'lsa, albatta o'zlaringga kerak bo'ladigan bo'lsa, davernismi, generalnimi, bankmi orqali bo'lsa kelishamiz. Qani videomizni boshladik, ketdik. Mana shu bizning bog'imiz bo'ladi. Bu bog'imizning nomi Tursunali Nodirbek Niholi fermer xo'jaligi. Bu Tursunali Nodirbek kim deb so'raganlar uchun, Tursunali meni opoqim bo'ladi, dadamni dadalari bo'ladi. Otam bu bog'ni barpo qilgan 2007-2008-yillarda barpo qilib, mana shu olma ko'chatlarini, daraxt ko'chatlarini ekkan. Mana otam. Keyin men kenja farzandligim uchun bu bog'ning nomini o'zini otamni otasini ismi Tursunali bo'lganligi uchun Tursunali Nodirbek Niholi fermer xo'jaligi deb nomlagan. Hozirda dadam pensiyada. Bu bog'larni hammasini menga bergan. Men o'zim boshqaraman. Mana men yangi navli, mana xudo xolasa gilos ko'chatlarni ekkanman mana. Yani undan tashqari mana bir kuzda avios o't ekdim. Bu aviosimiz endi xudo xolasa bahorda mart oyida o'riladi. Shu bizda chorvachilik firmamiz ham bor, mollarimizga xudo xolasa bo'lib qoladi. Mana shu giloslar, mana gilos ko'chat. Bu turistskiy gilos deylar ekan. Bu yil kuzda ekdik, mana noyabr oyida ekdik. Keyingi yildan o'sha meva qilishni boshlaydi ekan. Olmalarimiz xudo xolasa mana yilda meva qiladi. O'g'itlash ishlarini olib bordik. Taylarga o'g'itlarni soldik. Mana shu shopdorlarimiz. Meni taniganlar bo'lsa, bemalol kelib olma, shopdorli, gilos paytida, ayniqsa bizga obuna bo'lib qo'ysangiz, kelib mana shu bog'imizda mana bir qator ko'rsatib o'taman. Bemalol Tursunali Nodirbek Niholi fermer xo'jaligini mevalaridan tatib ketishlaring mumkin. Opoqimni ham ruhi shod bo'ladi, chunki rahmatli opoqim nomini meni o'zimni dadam qilib bergan. Men bilan opoqim nomini qo'yganda endi fermer xo'jaligiga. Hozir mana Xudoga shukr, dadam ham 70 yoshdalar. O'zlar pensiyada bo'lganiga qaramasdan baribir mana shu bog'ida kirib kunda bir mahal aylanib yuradi. Mana endi bundan tashqari hozir xudo xolasa men sizlarga bitta ajoyib puli arzonchi dehqonbob deydi-ku. Dehqonbob bitta mashinani shunday qisqacha obzorini qilib ko'rsatib beraman-da. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, ekranga raqamni qo'yib qo'yaman. Bemalol bizga aloqaga chiqib, biz bilan bog'lanib shu mashinani sotib olishinglar mumkin. Faqat o'zimizga o'xshagan dehqonga sotamiz.
puli ham arzon qilib qo'yib beramiz, chunki biz bu mashinani xalqimiz uchun, xalq xizmati uchun olganmiz. Yengil qilib qo'yib beraman xudo olsa. Videoni o'tkazmasdan ko'rib, yoqqan bo'lsa albatta bittadan like ayamasdan bosib, mana shu kanalimizni rivoji uchun bizni podдержка qilib turing. Xudo olsa bundan da zo'r videolarni sizga qo'yishga, chiqarib borishga harakat qilamiz. Mana xudo olsa o'sha sizlarga va'da qilgan mashina Nexia 3. 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Xudo xolasa kraskalari bor. 10-15% kraskasi bor. Mashinaning holati zo'r holatda turibdi. 250 ming kilometr masofani bosib o'tgan mashina. Xudo xolasa kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa mashina o'tkazib yuboraylik-a. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa bizni bog'imizni boshiga qo'yib bu syomkani qilyapman. Bizga bemalol aloqaga chiqing. Narxini ham juda ham arzon qilib beraman. Mana mashinaning holati, orqa, yon tomonlari, 4 ta balonni xudo xolasa yangi. Mana bir tekisda shu yonida kichik kraskasi bor, xolos ichiga o'tmagan mana. Chexol poliklari hamma yo'g'i joyida. Mana mashinamiz. Men endi sal qisqaroq qilib obzor qilyapman. Hali videomiz cho'zilib ketib, zerikib qolmanglar. Ichlarni ham bir qator ko'rsatib o'tib qo'yaman. Mana avtomat korobka. Xudo xolasa injektor metallari bor. Eng qiziq joyi mashinamizning narxiga keladigan bo'lsak, mashinamizning narxini o'rtoqlar hozirgi kunda bozorda misol shu mashinalar 7,5 mingni tepasida sotilyapti. Men obunachilarimiz uchun, videomizni, shu kanalimizni rivoji uchun, videomizni rivoji uchun bu mashinani sizlarga o'rtoqlar arzon qilib 5800 dollarga qo'yib beraman. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol telefon qilib aloqaga chiqinglar. Bank ham qilib beraman, barter ham bo'ladi, general doверенность ham bo'ladi. Mashinaning holati o'ta ham zo'r sostenada. Hammalaringga rahmat. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlar uchun sog' salomat bo'linglar.